Xitoy televizorlaridan nimaga ozgina qimmat, faqat garantiyasi uchunmi? Yo'q. Bu Avalon televizori faqat garantiya uchun emas, balki dunyodagi eng zo'r ekranlardan bittasi QLED. Yana bitta narsa muhimki, 43 talik televizorlarning 95% da 4K Ultra HD bo'lmaydi. Aynan shu Avalon brendini 43 taligi 4K. Televizorimiz 43 talik bo'lishiga qaramasdan WebOS tizimda ishlaydi. Bu tizim faqat LG televizorlarda chiqqan. Avalon brendi Magic Remote, ya'ni Magic pultda ishlar ekan. Mana aynan o'sha pult. Bunda ko'rib turganingizdek голосовой управленияsi ham bor. Mana shu bir parcha qog'oz 3 yil saqlanish kerak. Sababi butun O'zbekiston bo'ylab 3 yil kafolatga ega. Mana ekranda ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa sichqonchasi yuradi. Pultni chapga o'ngga qilsanglar harakatlanadi. G'irt ichi LG bilan birga bir ishlangan. Bunga isbot mana Avalonni pultining orqasini ochib ko'rsatamiz. LG kompaniyasidan sotib olingan, ko'ryapsizlarmi? Pulti ham original LG niki, Indoneziyada ishlab chiqarilgan. Bu mayda yozuvlarda ko'rinmasligi mumkin, lekin kelib joy ko'rib olishingiz mumkin. LG bilan birga bir ishlangan operatsion tizimi LG niki, ko'ryapsizlarmi? Hamma ilovalarni bemalol ko'chirib olsanglar bo'ladi. Televizorimizni haqiqatan 4K formatida ko'rsatyapti. Bu kinolar ko'rish uchun ham, PlayStation, Xbox o'yinlarini o'ynash uchun ham eng zo'r razmerdagi televizor hisoblanadi. Bilasizlar, 43 talik televizorlarda 4K kamdan kam chiqadi, lekin Avalon brendi 3 yil kafolati bilan aynan shu televizorni chiqardi. Aynan shu 43 talik 4K formatida ko'rsatadigan QLED ekranli bu televizorimizning narxini $269 qilib beramiz. Agar QLED shart emas, uyga ommabop ishlatadiganini desanglar, mana 4K da ishlaydigan yana boshqa modeli bor. Buni narxini $249 qilib beramiz. Pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, buyurtma berishingiz mumkin. Rahmat hammaga.